Ukamizni videoda ko'rib keldik. Alaykum assalom, yaxshimisiz-ki? Uka, xudo xolsa bizni bugun eng cho'qqisiga olib chiqasiz. Xudo xolsa Ravashda koniga olib chiqasiz. Videoda qo'yib boramiz, kun davomida kuzatishda davom eting, like bosishni unutmang. Blogerlarning ichida ordiylik tog'iga 3 ga chiqadigan biz bo'lamiz, xudo xolasa mana. Bir bor bu yerda. O'zini u hali hazikan narsa o'zaki chiqadigan joy emas. Akalarimiz vaqti charchab ketdik. Mana ukamiz, git ukamiz. Qandaysizlar? Charchadingizmi, hoji aka? Charchadim borim. Qarigan chog'im nap chiqdilar mana. Kuzatib boringlar, qizig'i oldinda hali. Aziz ukamiz aytganchalik bor ekan. Atmosferaga bitta baho berib qo'yasizlar. Inshaalloh ozgina qoldi. Zakaz olamizmi shukriga? Olaveramiz aka. Bo'ldi, nech pullar? Kelishtirib beramiz. Bo'ldi, gap yo'q. Uka, bu yerlarda nima ko'rgansiz? Tulki ko'rganmisiz? Ko'rganmiz aka, echki emar ko'rganmiz, tulki ko'rganmiz, bo'ri ko'rganmiz. O'sha xavfli narsalar o'ta ko'p bu yerda. Yolg'iz chiqsa bo'ladimi men? Bo'lmaydi aka, yolg'iz chiqsa bu yerda bo'lmaydi, o'ta xavfli. Tavsiya qilmayman deng. Atmosferaga bitta baho berib qo'yasizlar. O'ziga parvoz shu yerda. Ha. Xo'jobod blogerlarning ichida ordiylik tog'iga 3 ga chiqadigan biz bo'lamiz, xudo xolasa mana. Ordiyda 3 ga chiqyapmiz tog'ni. Inshaalloh chiqamiz mana. Va'damizda turamiz, niyatimizga inshaalloh yetamiz. Xudo xolasa. Mana xudo xolasa ordiyda tog'ni 3 ga chiqamiz inshaalloh. Uka, qani shukur, uncha bizni qiynadingiz. Qani shukur. Asqol, jiddi. Yo'q-e? Asqol. Ama 1 soatdan beri yuribmiz. Ama shukuriyatni, mashaqqatni his qilib yeyman, maza qilib yeyman. Tashta. Tellab ketgan. Mana yerga chiqamiz ko'ringlar. O'ta. Balandga chiqyapti-ku. Tilimiz ham aylanmay qolyapti-ku bu qadar. Nimadir bor bu yerda. Ha. Oshna. Chiqing. Akalar qiyin bo'lmayaptimi? Vashshi qiynalib. Biz tepasiga chiqdik. Atmosferaga bitta baho berib qo'yinglar endi. Atmosferaga bitta baho berib qo'yinglar. Necha bo'lsa, soat 11 da chiqishni boshlaganmiz. Nimadir bor. Oshna nima ekan? Uning. Tanasi kirib ketdi oshna. Yo bir g'aroyib narsa bor ekan. Ha, endi. Bu yerdan ketish kerak. Charchamadinglarmi? Uka, mana bu. Mana shukur emasmi, jon uka? Shuni yeb beraylik, yomon qiynadingiz bizni. Onasi. Jid javob. Ukamizni qiynab, tog'da uchiga olib ketyapti mana. Buni qaranglar. Eng uchiga chiqdik, mana uchiga kelib oldik. Necha o'psa? Soat peshin bo'ldi oshna. Peshin o'qiymi? Voy. Boshqa joyda aytuvdim-da. Uka bizni olib keldingizmi? Qani shukur bormi? Topdik aka mana nihoyat akalar. Qani? Voy, topdik-ku. Voy! Mana. Mana shukurmi? Voy. Bu ash kattasi ekan. Ashi ham shukur, Alloh mana. Voy, mana qancha shukur kerak. Alhamdulillah. Voy, mana. Asetlar to'ldi. Shukur koniga keldik. Oxiri yetkazdi Allohga shukur. Mana qancha qiyinchiliklar bilan chiqdik. Mana shukur. Biz topdik. Voy, qarsillatib yeyapsiz oshna. Qanaqa ekan? Alhamdulillah. O'zi chiqib yeyishga yetmaydi ekan. Yangi bozorda kilosida 50 ming sotyapti ekan. Buncha qimmat debman. Zo'r narx ekan.
Oh, mazza. Açılışı ham qiyin ekan buni. Sveji ekanda bu. Hozir yeb o'tiradigan joy bor bitta. Mana har bitta qadamimizda shukr mana yetib keldik mana. Biz mana shukr yeyapmiz, chiqib oldik. O'sha akalarimiz mana endi chiqib kelyapti. Qolgan sheringlar. Voy! O'tirib oldi bittasi. Hocaga parvoz doim oldinda. Xo'jobod blogerlari Orday qishlog'ini Jo'xtog'iga chiqib kelyapti. Biz esa Xo'jaga parvoz sostavi bilan o'zi birinchi bo'lib chiqib oldik. Xo'jaka sostav hamisha bir qadam oldinda, sezib qo'yarasizlar. Mana o'ta atmosfera. Hammamiz layklardi. Mana. O kelyapti endi uni. Ko'rinar, ko'rinmas. Ko'rinar, ko'rinmas. Ko'rinar, ko'rinmas kelyapti ana. Uylandim desa battar. Biz esa atmosfera bitta baho berib qo'yasizlar. O'ta mazza-ya. Yeng. Akalar biz shuryapmiz, kelinglar. Alhamdulillah debmiz. Alhamdulillah o'ta zo'r. Atmosferaga qarab yeyish boshqada u. Homilador ayollarga 16 yoshga to'lmaganlarga ko'rsatmaymiz. Ko'rish mumkin emas. Buni. Mana ko'rsatib qo'yaman. Mana. Baribir svej yeyilgan boshqa ekanda. Bismillah. Ko'rgani qursin ha, shunchalik nima qilasiz sochda? Olib borib yeyman buni. Mazza qilib tuz bilan yeyman kechasi bilan. Meni ko'nglim aynib ketdi, shunchalik ko'rib ko'nglim aynayapti. Yegim kelmay qoldi. Bu issiq havoda tuzli narsani qanday yeyasizlar deydi. Mo ushab ko'rsangiz muzdek, suvli ekan. O'sha kayf qilasiz. Chiqib yeysiz. Mana bismillah.